Sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tunishish oldida turibsizlar. Endi ular tunishlik darsi qanday? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, ulanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib baqandiq. Attan ayga o'xshaydi, ay egisenda to'xtaydi. Ördek ori kötürüp iştin yondi, erip ketkeş bir haza yığılıp oldu. Şar 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 uçudu, itin uçucu yerge düşmeydi. Ablikinin en algısı nakşı eytidi, atbak tışkan kapı bulup yırak ketidi. Ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağven boğay ötken iken. Boğayның bir oğlu bulup, ikisi nahayeti icil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz erik işlerini kılıp almaydı iken. Bir günü bala mektepten kayıp gelip boğayısıga kirse, dadısı atını yetelep çıkıp atmadı iken. Dada nege barısın? Deptu bala. Aktaştaki bakka dep cevap veriptu boğay. Men mi barımın? Deptu bala. Balam, uya bek yirak, kılıdığan işler köp, zirkip kalasam mekin. Deptu boğay. Köyüm çallık bile. Ünalgını elvasam zirikmeymen. Deptu bala ergile. Ondakta çakkan bol. Deptu boğay. Balısıgı mesleği kelin. Bala, hapıla şapıla öyge kirip, ünalgısını ep çıkıptı. Atını buluşuğa çaptırıp bakka tizli yetip yaptı. İkeylen meyvelerini üzüşke başlattı. Üzüp harmaptı. Ulanın gayretigi apırın okup, tornula kök asmanda lerzan kanat kırışıptı. Ünalgı balığı medet verip, nakşı okuptu. Ula işler verip, keçkirgenliğimi sezmeye kaptı. Meyveler üzülüp tügetti.
ota bola xushal-xuram holda olma, anar, omutlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bola yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada, biz nima shuncha qattiq ishlasakmi, horg'inlik his qilmaymiz. Onu so'rab yaxshi qilding o'g'lim, debdi boy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asli herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erisha olamiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun sari bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligga o'xshaydi. Dada, katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan oslimizdagi otdek chopqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, turnalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi boy. Oy, men katta odam bo'laman, men katta odam bo'laman. Debdi bola. Qiyin-qiyinga patmay. Shunday qilib, ular xushal-xuram holda uyiga qaytdi. Harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Baş yalğız ayaq ulanma harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tanishtirsam da'vatidir. Qanamsa diqqat qiling. Yarışıptı Andergil'nin atlas kengligi, çaqnab aksi aynakda echildi kengli. O'g'ri daraxt kesmakda osta-osta, daraxt oqi chidamay yig'lamoqda. Mehmetjon Naynet balalarga o'ch, Naynet balalar Mehmetjonga omroq. Mash'al ko'tarib kelmoqda as'ab, g'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir nechta so'z tuzib baqandiq. Ne'ga ani qo'ysak na bo'ladi. Na. Te'ga ani qo'ysak ta bo'ladi. Ta. At. Aga nani qo'ysak ana bo'ladi. Ana. Aga tani qo'ysak ata bo'ladi. Ata. Bizning oila. Bizning uyda bovam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bovam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam mayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anlagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, mash'al o'ynar Azmat, axlat to'kar Hanifa, as'ab polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman. Nandiki ne? Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ne. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Nening beshidan ulindigan shakli. Misol nag'ra. Nening bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol kipinak. Nening oyog'idan ulindigan shakli. Misol tiyin. Nening ayrim shakli. Misol qo'g'in. Tuanda biz rasmga birlashtirib
yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Nag'ra ni harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kipinek ni harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Tiyin ni harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qo'g'in ni harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tövəndiki sözlərni mənə əyişib oqunlar. Ni, a, na, nan, a, na, ana. Nandiki ni. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ni. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Nining beshidan ulinadigan shakli. Misol: nag'ra. Nining bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: kipinek. Nining oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: tiyin. Nining ayrim shakli. Misol: qo'g'in. Tövəndə biz rəsmga birləşdirib yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Nag'ra ni harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kipinek ni harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Tiyin ni harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qo'g'in ni harfining ayrim shaklining yozilish tartibi.
Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga ergishib o'qinglar. Ni, a, na, nan, a, na, ana. Baş B, Otra B, Ulanlı B, Yalğız B. Bizning Bo'rvoy suv o'zanmaydi. Belijonlarmi to'g'ri tushqonni hop etenmaydi. Shunga beliq degan beliq, bo'ri degan bo'ri. Bulbul bostanını tattı, sayraplı ketti. Sıpagül bol tüpüp yıklaplı ketti. Ot yürek şair, edip, ulug' inqilobchi Lutfullah Mutallib 22 yaşında düşmanlar tarafından vahşiylarcha o'ldirilgan. Mende bir kitapta çiçektekiler menimden talışıp okuydu keller. Bega anı koysa ba buludu. Be a ba. Bega anı koysa ba buludu. Be a ba. Bega onu koysa bu buludu. Be o bu. Bega onu koysak bu buludu. Be o bu. Be a başı baş. Be a bete bet. Be o bu re bor. Böcennin kalı yöküşü. Bir güne gap anlamaydigan başton böcen bağda oynab etip, sargıyıp pişkan yoğan bir kavını uçurtup kaptı. Lekin böcen o kavını özü yalğız kötüremeydiken, qanday qilish kerak? Aqlliq böcen tezli bir amal tepdi da, kavını öyge birdendala akap boptu. Kavını köygen ana, balam özdünmü yoğan kavını sağda qanday akagandı deb hayran qilib barmog'ini tishlab qapti. Balalar, sizlar barmog'inglarni tishlamay turib, böcenning kavını qanday akaganligini o'ylab topa olamsizlar? Baş P, Otra P, Ulanlı P, Yalğız P. Ferhat pichoq o'yiniga kesib oldi qo'lini, ketay desa polchisi to'sib oldi yo'lini. Tashdaqi tishida asmonga chiqdi, cho'chib ketib karvatdan yiqilib tushdi. It ezildi pas, kichik ezdi ras, endi kichik yig'ilmas. Top o'ynaydi paltoxun, top chaladi turdoxun. Topni daranglatib etdi, topni qonqitib etdi. P'ga a'ni qo'ysak pa bo'ladi. P a pa. P'ga a'ni qo'ysak pa bo'ladi. P a pa. P'ga o'ni qo'ysak po bo'ladi. P o po. P'ga o'ni qo'ysak pu bo'ladi. P u pu. P a pa te pat. T a ta pe tap. T a pa ni pan. P u pu te put. Parga tani qo'ysak
parta buludu. P-A-P-A-R-E-P-A-R-T-A-T-A parta. Kirpi bilan Toshbaqa. Burun bir daryo sohilida bir Toshbaqa bilan bir kirpi o'tgan ekan. Ular odatda ancha ezishib ketmasa-mu, lekin ko'ngillarida bir-biriga yomonlik o'ylamay, o'zaro hurmatlashib o'tadi ekan. Bir kuni Toshbaqaning qo'sig'i og'rib ketib, og'riqqa chidayolmay kirpini izlab ketdi. Kirpxon, sen nada? deb to'lab Toshbaqa. Voy, men bo'ldi Toshbaqa xo'jam, nimaga ko'kraylar? deb asta o'zidan chiqibdi Kirpixon. Qo'zig'im o'ldirilib og'rib ketyapti. Faqat bulanmayapman. debdi Toshbaqa. Buningga menda nima amal? Men ya tegib bo'lmasam? debdi Kirpixon. Hech bo'lmasa, menga hamroh bo'lib, daryo bo'yiga berib kelsang bo'lamdi. debdi Toshbaqa xafa. Bo'pti, borsam boray. debdi Kirpixon Toshbaqaga ergashibdi. Toshbaqa rozimanlik bilan kulib qo'yibdi. Ular daryo bo'yida qanqadek mundishibdi. Toshbaqaning qo'sig'imi asta-asta saqiyibdi. Bir chaqda yiroqdan paraxotning poyezdning ovozlari anglanishga boshlagankan, kirib qo'rqib ketdi. Qaytib ketaylik deb turibdi. Bo'pti, ketsak ketaylik. Bu qo'qanchoq. deb Toshbaqa ilojisiz kirpiga ergashibdi. Keyin u ishkaylan Japonimi halovatini tang ko'radigan yaqin do'stlarni bo'lib qoldi. Ularning inoqligi eldan elga ko'rilib, tillarda doston bo'lib bizga yetib ketdi. Assalom kichik do'stlar. Harflar tartibi bo'yicha sanaganda 5-o'rinda turadigan Re oilasi sizni kutib turib etibdi. Undaqda boshlandik. Yolg'iz Re. Ulan Re. Pumucuk. Ravat bilan bir qo'ysam, ravat bo'ldi katpuchuq. Shir kirpiga etildi, kirp shirg'i sanchildi. Re harfining boshqa harflarga qanday qo'shildiganligiga qarab boqaylik. Re'ga ani qo'shsa ra bo'ladi. Re a ra. Re'ga ani qo'shsa ra bo'ladi. Re a ra. Ara buludu. A, re, ara, ara. Ağa, nar mı koysak, anar buludu. A, ne, ana, re, nar, anar. Ürkütning rasm sizishi. Ürkütning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyli kunlar bo'lgan ekan. U rasm sizishni bakti yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravaq qatorliqlarning rasmini sizib bo'lgandan keyin yana nima sizishni zotli bilinmabdi. Bir kuni o'rmonlikqa berib sizilgan obyekt topolmay xiyol surib o'ltirsa, o'rmon ichidan bir sher chiqib kelib, bir quram tosh ustiga chiqib uxlab qoldi. Fursatni g'animat bilgan Burkut darhol sherning uxlab yotgan qiyofatini sizishga boshlabdi. Rasmni sizib bo'lay deganda havo sharida o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi u yerdan o'tib qoldi. Ular Burkutning rasm sizalaydiganligiga hayron qilib, uning rasm sizishini aniqroq ko'rish uchun arslagan ekan. Sher uyg'onib ketibdi-da, g'alati havo sharini ko'rib badar pechibdi. Burkut rasmni bitiramaganiga afsuslanib, "Sher aka, to'xta! Mantiqi rasmni sizib qo'lamadim" deb sherning kaynidan qo'labdi. Sher havo sharidan bakli qo'rqib ketganlikdan o'dilidagi yo'g'on bir daraxtga jong'ida usib yiqilibdi. Ishlarimi sunib ketibdi. Shundan keyin sher hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa, ta hozirgacha chol rasmni bitirib olish uchun yeliqi quram toshning yanida sher qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'ichilab, engakini yo'lab o'ltirarmish. Assalom
kichik do'st, siz endi Z harfining har xil shakli, so'zlardagi o'rni va boshqa harflar bilan qanday qo'shilganligini yaxshi bilib oling. Yolg'iz Z, ulanma Z, Sirapijon egiz bo'g'ash osmonga beqib, ketdi bir o'rakka, ketdi qilib. Ana qara bayavanda tega izi, tegidagi sahib Jamal Uyg'ur qizi. Zega ani qo'ysa za bo'ladi. Z a za za. Zega ani qo'ysa za bo'ladi. Z a za za. Az, 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 az. Ağa, zatni qo'ysak, azat bo'ladi. A, z, azat, tezat, azat. Erga, zanni qo'ysak, zan bo'ladi. Er, z, azan, zan, erzan. İki do'st. Burunqi zamonda yap-yeshil o'tchi, bek baraqsan daldiraq va xushburoq gullar bilan to'lgan bir joy bor ekan. Atrofdan olqonchilik qumliq yoki toshliq topqili bo'lmaydi ekan. Hayvonlar bu joyni jannat makoni deb atashir ekan. Zirapijon bilan Yilpizoxun o'sha sehi tabiatning qo'ynida g'amsiz, xo'shal-xuram yashab kelayotgan yaqin do'stlar ekan. Bir kuni ular odati bo'yicha dala sayrisiga chiqibdi. Ular o'zlarining uyi, bolalari va ularning kelgusi to'g'risida paranglashib ketib etib, hech qachon uchratmagan bir qo'rqinchli manzilga duch keldi. Ular qarg'udak bo'lsa, atrofdagi dal-daraxtlar kesilgan, o't-cho'plar chaylangan ekan. Buni zodi kim qilgandi? Dabdi Sirapijon ochiqini zo'rg'i biz. Bu heliqi odam deb ataladigan maxluqlarning qilgan ishi bo'lsa kerak. Qarg'ana bu izlarga shurani kerak qiladi. Dabdi Yilpizoxun yiroqqa so'zilgan odam izlarini ko'rsatdi. Biz bu mush iz bo'ylab menib boqaylik. Balkim odamlarning shuncha ko'p daraxtni zodi nimaga ishlatganligini bilib olamiz. Dabdi Sirapijon. Ular odamlarning izini bo'ylab yurib ketdi. Yo'lda ularga uzilib ketgan bir zanjir uchrabdi. Bu zanjirni cho'qim daraxt kesganlar tushirib qo'ygan gap. Dabdi Yilpizoxun tishlarini o'chirdi. Ular meni berib cho'ng bir zavodning oldiga kelib qoldi. Heliqi iz udulmush zavodga kirib ketgan ekan. Yilpizoxun o'zini tuta olmay Zirapijonga: Do'stim, meni mush yerda saqlab turgan. Men zavodga kirib haqiqiy ahvolni o'qib boqay. Hayal qilmay chiqaman. Tasodifiy chiqmay qolsam, udul berib o'rmon podshohiga xabar qilaman. Agar o'lib ketsam, bolalarimga qarab qo'yasan. Dabdi isada. Undaqda majinim do'stim, sen cho'qim qaytib chiqa olaysan. Dabdi Zirapijon ko'ngli g'amkin holda. Shunda qilib Yilpizoxun zavodga kirib ketibdi. Zirapijon uni saqlab turibdi. Bir chaqda Yilpizoxun taxtaydan birini tishlagan holda zavoddan chiqib ketdi. Ikki do'st sog'-salomat ko'rishib ahvollashibdi. Aslida odamlar daraxtlarni kesib akilib, bu zavodda zinnat taxtiyi va boshqa turmush lozimatlarini yasaydi ekan. Ular haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bu ishni o'rmon podshohiga xabar qilishga menibdi va barliq hayvonlarni to'plab o'rmonni jamtiki qo'g'dashni ko'ngliga pikibdi. Kichik do'stlar, o harbi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyotdi. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Bash o. Yalğız o. Ayak o. Ulan mı o? Osman cim otur. Oku salaman. Onta okuma, Yahya korkuman.
Dada doppa tik, men doppa satay. Men radioba, sendichu. Men de onundan mı yoğan radioba? İşki radyo nakşi etti, işki bala kulak etti. Sol kolumda ot alımen, on kolumda çakımız yeymen. O, ne, on. O, te, ot. Oğa, ra'ni qo'shsak, ora bo'ladi. O, re, ara. Ora. Oğa, ta'ni qo'shsak, ota bo'ladi. O, te, ata. Ota. A, te, ata. Ata. O, te, ot. O, te, ata. Ota. Ata, ot, ota. Toz haqqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan zodiri chiqqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan. Buningdan ajablangan Toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larson usulga tushibdi. Quyosh Tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib atgandan keyin orom elib o'tirgan bir jup ota bolani ko'ribdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağıdı devatıdı. Etizdeki xagan otlarını tezrak otu ötey. Deptu atisi bir çağda. Ma'qul. Deptu bala. Ula etizga kepti. Alay oğlum, otni mavi orgaq bilen al. Deptu atisi. Birdamdan keyin rastıl yağmur yığıp ketibdi. Ata bola ishkaylan amalsiz uyga qarab yo'l olibdi. Yağmur bag'ansira qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketibsa, ularga heliga Toz uchrab qoldi. Toz ularga atdiganda quyoshni qanday qilib osmonga etib chiqqanligini so'zlab berib ekan, ular Tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanada qattiq og'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib Toz quyoshningmi, insonlarningmi yaqin do'sti bo'lib qoldi. Baş u. Yalğız u. Ayak u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uda qağa, usul o'ynayman, quruq laylayga. Sunun akam dombaq o'rgatdi, dombaqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, menga zomni ber, bermayman. Etdim, kaçıp gittim ben. Nes'ut hoylida o'tin yaradı, ishi tegilsa toyga boradi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne, u, nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te, u, tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se, u, su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze, u, zu. U, ne, un. Te, u, tu, ze, tuz. Turga nani qo'ysak, turna bo'ladi.
Te u ture tur. Ni ana turna. Oğa tunni qo'shsak o'tun bo'ladi. O te u tu ne tun. O'tun, o'tun. Se u zu ne u nu ne nun. Zunun. Se u su. U se us. Us. Zunun su us. Dam olish kunida. Ay Tursunay bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rningdan turmag'inni qarasin ya. Agar chiqmasang mashq qilavermanjimi? Odam najotni teriktirdi. Deganda dumboq chelib odamning beshini og'ritib nima qilgan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Nimaga deganda to'xtamay dumboq chalasan? Tunugim birga usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qoptiman. Saqlab tur, hozirla chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketgan nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zdan bo'yiga berib, birdan o'ynab kelaylimi? Qara avtornilarga nima degan ratib kuchayotgani? Bu yayliq nima degan go'zal. Mas'ud qarag'ana, av bog'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura avtorlarga berib qarab boqayli. Av kimning uyi? Umi, do'stim Zumunning uyi. Hay, bu yerda tornam nima degan-ku? Ay, bu bek yiroq ekan, erib ketdim. Qarg'ina Tursunay, Zumun u yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zumun otash? Sizlarmidinglar? Sizlar bu yerga qanday xo'p kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yura Zumun, birga o'ynab kelayli. Yo'q, men opamga suv akirib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, av daraxtning ustiga, o nimaning o'zi? U yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, uningga chiqilma. Qushlarni asrash bizning burchimiz. Biz ularning normal ko'payishiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Tuxumni o'rniga qo'yib chapsan tushkin. Shunda o tuxumga chiqilma Mas'ud. Qushlarni bizga o'xshash erkin yashasin. Kichik do'st, endi uy harfi oilasini ziyorat qilamdik. Baş ü, yalğız ü, ayaq ü, oğlanlı ü. Pak ördek selip ötük düştü suğa, ötkini ip kaçtı aksak boğa. Daraxt buva, sizni kesib döşü yasayman. Yo'q, o'g'lim. Men kesilsam qandoq yashayman? Tugu aka, nega mangding? Tekli makonga. O'ynaydigan o'yin bormi qumning ostida? Ko'zing ichib mingin maga, ey kichik bola. Bularning izlarini ko'zday sağa. Qari öğret pişti, beşim kaçtı, açıkın kelip yığıldım onu. Teğa, önü koysa,
tö buludu. Tö. B'ga ö'nü koysak bö buludu. Bö. S'ga ö'nü koysak sö buludu. Sö. Töt. Söz. Ötke neni koysak ötne buludu. Öt. Ne. Ötne. Böge reni koysak böre buludu. Bö. Re. Böre. Yezada. Şəhərdə oxuyduğan bir qız tətil günlərini yezdəki bovusunun öyüdə ötküzübdü. Ödek, sudun çık, sonu bulguma. Vak, vayca, ötkütaz. Men bilen nemi çatıktın, vak. Menin içtiğin suyumunu bulgudun. Meni tırlamay çapsan sudun çık. Sakal valak tekkü, sen begi ölüse şundak mı ballarım? Baba, nime yapapsan? Kolundaki nime o? Yurtumuzun isil meyvesi qarı ürük. Alay kızım yigit. Bek temlikken baba. Şunda kızım. Temlik boplu kanmasdan yani nurgun keserlerge şifa buladı. Ben çıkıp sana öşküdün birini soyup kavap kıp birey. Etkilini ekip birey baba. Eski kavapı yeydiğen bulduk. Baba. Ne buldun kızım? Qarab yoqma, ko'zimga bir narsa kirib ketdi. Qo'lingni tisha qizim, men qarab baqay. Ko'nlarda ko'zing og'risa qo'lingni tat, tishing og'risa tilingni tat deydigan gap bor. Ko'zingni o'g'limig'in birdan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Ma'qul bova. Qizim, ta'til kunlaringni yezda o'tkazganligingdan rozi bo'lding. Rozi bo'ldim. Men har ta'tilda yezga kelib, yezining saf havosida nafaslanaman. Shunda qil qizim, saf havo tangi davo. Şundaq qilib, onun tətil günləri nəhayət mənilik ötübdü. Kiçik dost, əmdi hərbi ailəsini ziyarət qılandıq? Baş Yalğız Ayaq Oğlanlı Üzüm yedi iş bala, üzümü yedi tüt bala. Kosakları gıldırlap, vay kosak dert vaycallap, yetti bala yatmakta. Zubeyda balam, özü kim qani? Menni köymedim, billi izleyli. Gülendemnin külleki yok, yağmurda kaldı. Bir kütümün putu sunuk, mangammay kaldı. Kara üzüm, kara. Üzdü onu işki kağa. Ün üz tün tüz süt Üge züşnü koysak üzüş buludu. Üzüş Üge nüşnü koysak
Ünüş buludu. Ü ne ünüşe nüş. Ünüş. Üç kız. Gülnar üzük taqaptı, yaraştırıp qoluğa, Gülpiyani çaqırıp mangmaq boptu yoluğa. Gül qızmı hem güldək qız, güllərə su quyupdu, tügütüpla işini baqqa bağmaq bulupdu. Üç qız baqqa beripdu, bağda üzüm üzüpdu, Mərvayitdək faqıraq üzümlərini bir-birləb ligəllərə tizipdu. Sağdaş, endi S harfi bilan tanışıp beqin. Baş S, o'tra S, o'lanma S, yalg'iz S, Sodir polvon samsiyab uyidan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomonni teshib chiqdi? Tarxundan ketirilgan iz quyoshni to'sib oldi. Quyosh hechnimani ko'rolmagachga taqqa usib oldi. Tulki boyvachcha galostuk osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, hoppudi qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedin o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lbas. S'ga a'ni qo'ysak, sa bo'ladi. S'ga sa. S'ga a'ni qo'ysak, sa bo'ladi. S'ga sa. S'ga o'ni qo'ysak, so bo'ladi. S-o so. S-a sani san. S-a sa ne sen. S-o so te sot. A'ga sanni qo'ysak, asan bo'ladi. A S-a sani san. Asan. Kaç kolla. Ey, ornundan türe samsakcan. Ornundan türe. Tez bul he. Nima? İnəklərin qızırıb, qaş gözlərin qapqara olub getibdi-qo. Nim boldun samsaq aka? Nemisin deysen samsakcan. Adamla beni tınırğı sulap pişirip, içimde kaynatıp, yüzlerim köyüp ketkil taslı kaldı. Ola tehe, onundumu kanaatlanmay. Birimizden üstüge birimizni tizip, eteyerlik naşlı üçün teyarlap koydu. Yani bu yerde sükut kıp oturduğun bolsak, ulan beni yevi tutu. Şundaq mı samsaq aka? Ondaqdı qandaq qılımız? Qandaq qılattı, sen mi qarab turduğun bolsan, ular kıymi keş bilen çanap, minanın qitigini çıkırıp tutu. Andın kızılmış bilen arlaştırıp, kızılga mayığı taşlaydı. Ağ otanın qandaq bulduğalığını emdi bilip yetkense? Yo'q. Men de qo'rqib ketibotdim. Tezroq bir amal topsangchi samsaq aka. Amal demse, fakat bir amal var. Qandaq amal? Bu yerde derhal qechib ketish. Qandaq qaçınız? Aval asta hoylığı çıkıp qarab baqaylı. İgimiz işləvatqan fırsatın paylanıp şartlı qechib ketiniz. Çaqaraq bu, hele ülgüreme qalımız bolmasa. Tez bol. Astırak. O hazır nima ish qilyapti? O hazır sandık yasavatdı. Biz aval sandık üstüge çıkıp sınap baqaylı. Bizge dikkat qılamdı yok. Hey samsaqcan, sen kichikam chaqqan bo'lgan ekan, aval sınap baq. Ma'qul. Mayli, o bizga dikkat qilmadi. Chaqqan qichib ketayli. Oy! Azatlık'a eriştik. Biz erkinlikке çıktık. Ey, samsaqcan, ehtiyat qil, arqangga yon, poyez geldi. Voy Xudoyim. Hazırab qo'shal bo'lmasliging kerak edi, samsaqcan. Hey,
Konular ayrılganını eğik ya, bölüngenini böğre dep toğra aytiptiken. Rasulullah şundaq boldu mana. Endi men yalğız nägimi barana? Hey. Başı. Otraşı. Ulanmışı. Yalğız şey. Şam yakınan keçide, şaxta etken öyümde, şamal şamni pülüdi, şam yeni verdi, vil. Hey balalar, işten kiyip oynanlar, hep yalğaş yürüsenler, çok ovalar sireni, bir top kepsiz kuşkaşlar. Bir hurun mundaq deydi, yaz bolsa, kış bolmasa, aş bolsa, iş bolmasa. Quyoshga tosh olsam kechi bo'lib qoldi. Tosh tushib beshimni qonga bo'yaldi. Shega ani qo'ysak sha bo'ladi. She a sha. Sha. Shega ani qo'ysak sha bo'ladi. She a sha. Sha. Şeyga onu koysak şo buludu. Şey o şo. Şo. Aşe aş. Aş. Te a ta şe taş. Taş. Şe a şare şar. Şar. Şoga Tanı koysak şo ta buludu. She o şo te a ta. Şo ta. Elle tabiat. Ey süzük sular, nege mağdağlar? Beliqlarni o'ynab qili, o'tchetlarni o'yg'at qili. To'laydi kichik, ana deb onani ko'rib kattakilar. Quyosh chiqdi hujrasidan xo'roz chillab, tog'u xilim bola boqar qurib ilg'ab. Shamol chiqar, shoxlar sunar, endi qushlar nega qo'nar. Kalım öğreydi, mozay doğraydı, koş tatamdık deb asta soraydı. Ek toşqınım dik sekreydi, nemini yeydi, texi bilmeydi. Baş e. İkinci baş e. Otra e. İkinci otra e. Ayak e. İkinci ayak e. Ulanma e. Yalğız e. Sığız kemp yemeymen, yesem atmaya koymayman. Deniz var, dolqun var, şehri var, şavqum var. Koş eriqtin atladı, meşk eyiq, çekip ketdi deryaga, tiş qiyiq. Elip benni bilmeydim, ahir o'qib tugatdim, bo'lib kichik muallim, bolalarga o'rgatdim.
T-I-T eti E-Ş-İ-Şi eşi T-E-T-Ş-İ-Şi teşi T-E-T-Ş-İ-Şi ne-i-ni teşini B-E-B-Ş-İ-Şi ne-i-ni beşini Elitba haqida hikoya. Vah, nima degan go'zal shahar bu? Shundoq. Oldimizda kengri ketgan yoyloq bor ekan. Daryo? Qorg'ina bu Torim daryosi emasmi? Shundoqkan, rostla shu daryo ekan. Mening bu daryoni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor edi. Bak yaxshi bo'ldi. Ehtiyot qil, oldimizda egiztaq cho'qqilar bor ekan. Bu qo'sh eriq qayaga tutishadigan-da? Meningcha Zarafshon daryosiga tutishi mumkin. Qorg'ina bu kengri ketgan etizlarga, etiz bo'yidagi tiraklar bu yurtni haqiqatan go'zal tusga kirgizibdi. Dengiz, nima degan haybatlik. İlyar, biz bekmi yuqorilab ketdik. Onun ustiga kashkirib ketdi. Qaytib ketaylik-chi. To'xtab tur, yana biroz ichkirilib kirib boqayli. Oldimizda bir qorong'ulik bor ekan. Kim o'tir? Bu yerda cho'qim bir hikmat bo'lsa kerak. Berib qarab boqaylik-chi. Ay, qarag'ina, ay ustida bir kichik parizod o'tirdi-ku. To'qildi, nima ish bu? Hay, uni bilan farang'ishib boqaylik-chi. Qo'lingdagi hikmatlik kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yoritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, elinglar, bu dilinglarni yorituvchi nurli chiroq. U sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayri xo'sh. Sizlarga Ahmet Süleyman baldırım, sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga parizod, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, parizod. Baş E. İkinci baş E. Otra E. İkinci otra E. Ayak E. İkinci ayak E. Ulanma E. Yalğız E. Sığız kempit yemeymen, yesem atmaya koymayman. Deniz var, dolqun var, şehri var, şavqum var. Qo'sh eriqdan atladı, mishk eyiq, chekib ketdi daryoga, tish qiyiq.
Elif beni bilmeydim. Ahır okup tügettim. Bulup küçük muallim balalarga öğrettim. T-I-T eti. E-Ş-İ-Şi eşi. T-E-T-Ş-İ-Şi teşi. T-E-T-Ş-İ-Şi ne-i-ni teşini. B-E-B-Ş-İ-Şi ne-i-ni beşini. Elif hakkında hikaye. Vah, nime degan güzel şehir bu. Şundak. Oldumuzda kengirib ketgan yaylaq borkan. Daryo? Qorg'una bu Torun daryosi emasmi? Shundaqkan, rostla shu daryo ekan. Mening bu daryoni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor edi. Bak yaxshi bo'ldi. Ehtiyot qil, oldimizda egizak cho'qqilar bor ekan. Bu qo'sh eriq qayerga tutishadigan-da? Meningcha Zarafshon daryosiga tutishi mumkin. Qorg'una bu kengirib ketgan etizlarga, etiz bo'yidagi tiraklar bu yurtni haqiqatan go'zal tusga kirgizibdi. Deniz, nima degan haybatlik. İlyar, biz bekmi yuqurlab ketdik. Onun ustiga kash kirib ketdi. Qaytib ketaylik-chi. To'xtab tur, yana biroz ichkirlab kirib boqaylik. Oldimizda bir qorong'ulik bor ekan. Kim o'tir? Bu yerda cho'qim bir hikmat bo'lsa kerak. Berib qarab boqaylik-chi. Ay, qarag'ana, ay ustida bir kichik parizod o'tirdi-ku. To'qildim, nima ish bu? Hay, uni bilan qarashib boqaylik-chi. Qo'lingdagi hikmatli kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yoritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, elinglar, bu dilinglarni yorituvchi nurli chiroq. U sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman boldirim. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga Parizod, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizod. Kichik do'st, endi Y harfi bilan yuz ko'rishsiz. Tayyorligingiz bitdimi? Bosh Y. O'tira Y. Oğlanma ye. Yalğız ye. Yılan yaladı balısını, bala çizivaldı anısını. Dada, bana kompüter iplesençu. Oldi bilan elib bani tiz tugatsang-ku. Haqiqa azmatgansan.
Dinozavrni o'ldiralding. Sendeki zodi qandoq sihir kuchli u? Qo'y baqidi Ahadboy, uy solidi Samatboy, och yalang'och qoldi-ku hech chiqmay Mamatboy. A ye ay B a ba ye bay Ye a ya şi yaş Yağa Sa'nı koysa yasa buludu. Ye a ya se a sa yasa Yağa zayını koysa yazay buludu. Ye a ya z a za ye zay yazay. Ye ü yü se ü sü te süp Yusuf a te ata ata ö ye öy öy Ye a ya se a sa yasa Yusuf ata öy yasa Sırlık orman. Burunning burunlisida bir qo'rqinchli o'rmon bo'lgan ekan. Bu o'rmonlikda sher, yo'lbars, yılan, chayonlardan tortib, bo'g'umaral, qo'y kallog'ichi birga yashaydi ekan. Bu yerda bir oila kishilari bo'lib, ular ovchilik, dehqonchilik bilan jon boqadi. Bir kuni ular yılan, chayonlarning ko'pligidan o'z hayotidan ansirab, o'yilni cho'ridab tamsanmoqchi bo'ldi. O'g'il lozimatli narsalarni akilishga shaharga ketibdi. O'g'limiz ajab kelmaydi-ku, bir ish bo'lmagandi ha. Xotirjam bo'l, uningda qoral bor. Bu qishlar yetmaydigandek qiladi. Avval bu qishlarni ishlatib turaylik. Yetmay qolsa, o'g'limiz kelganda bir gap. O'lgur, nereden keldi bu ablah? Yıldızxan, ko'zingizni ichinglar. Birning bo'lmag'ansiz, Yıldızxan. Dada, opamga nima bo'ldi? Opangni yılan chaqib og'ilib tas qoldi o'g'lim. Opa, ko'zimni och, men qaytib keldim. Keldingmi o'g'lim? Yovvoyi hayvonlar to'plashgan bu jangalda sana bir ish bo'lib qolarmikin deb bak ensirdim. Her nim bo'lsa tez aman qaytib ketsin. Demisimi yovvoyi hayvonlar bak vahshiy ekan. Tig'i boyli bir yo'lbosning bo'g'iyotganligini ko'rdim. Lekin menda qoral bo'lgandan ensirmasangmi bo'ladi? Obdanroq aramog'in appa, bak qo'qib ketibsan. Men sana choy damlab beray-a? Ular oxiri tamni bitiribdi. Shuningdan keyin o'yliga ziyonxo'r hayvonlar kirmaydigan bo'ldi. Ularmi xotirjam holda o'z tirikchiligini qildi. Başmi Otrani Oğlanlı mı? Yalğız mı? Mahmut bilen Mehmet'nin maşinesi sokuştu, sekrep düşüp iki dost gollarını boğuştu. Altın balam, imizgi en, bakaysını iştin kelsen. Müşik muallim, sızmakta resim, modul keşkalla, oturmakta cin. Çekildi tuxum köründü baş, dost bulaylı çık çiğci adaş. Meğa, anı koysa ma buludu. Me-a-ma. Meğa, anı koysa ma buludu. Me-a-ma.
mağa şeyni koysak maş buludu. Me a ma şey maş. Me a ma şey meş. Meş. Ne a na me nem. Nem. Te a ta me tam. Tam. Asqa manni koysak asman buludu. A se as. Me ama ne man. Asman. İğa nimni koysak inim buludu. İ ne ini me nim. İnim. Me ama ne ana mana. Me ama şey işi. Ne ana maşina. Mana maşina. Hakavur maymun. Müşik aka, biz hadi kaçan kaçamağımız? Aldırmagan bekar kikileyi de kaldık. Aka, o yerde Kur'an aslan birisi kelip atıdı o. Sonda o maymun ken. O maymun sakçı bosu gerek. Tek turqudni qaraganda o bek hakavurda qiladi. O hakikaten bir sürlük ken. Eğer onun keşiği bassa... Aval berip bakaylıçı. Hey maymun aka, yaxshi turdunuz mu? Ha, Mishikcan, bu yerda nemiga gangirab yuraysizlar? Nega bo'lmoqchi? Biz ormanga berip sayohat qilgach, darsimsiz kelmoqchidik. Ha, shundaqmi? Men o'rmonga berib, o'g'lab kelay deyapman. Ha, o'rmon bilan bu yerning orlig'i aran 3 kilometr keladi. Men bilan birlik beringlar. Ha, rasa bir o'ynatib ko'zinglarni echib qo'yay. Ha, qaranglar indirib, mashinam kelib qoldi. Ay, nega borsizlar? Taga, bizni o'rmonlikda tushirib qo'ying. Bo'pti, chiqinglar. Bu ish shumtakni agashtirib olganing nemisi? Ular bizni birga ag'ash basangiz deb turib oldi. Shunga bu sho'rkimishlarni agashtirib oldim. Hech bo'lmasa ularni yuk taqdirini ko'tirib salaman. Hey, tezroq bo'lmamsan, xo'jakonni bek saqiltib etdim. Mana, tugayil deb qoldi. Siz bo'ldin. Qarab eqinga maymun aka. Nimada qamlashma qaraysin bu? Seni mo'ra hisob degani bilamdi, ha? Bo'ldi. Yuranglar, men sizlarga karomatimni bir ko'rsatib qo'yay. Bu simni e'lonlar, bir uchini ahodraqqa, bir uchini mahodraqqa chiq bog'langlar. Egiz bog'langlar, egiz. Ha, bo'ldimi? Bu yoqqa o'tib qarab eqinglarchi. Vah, nima karomat bu? Bek yaxshi bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Uning haqiqatan karomati bor ekan, shundaqmi Mishik aka? Ha. Qarg'ina omonliqni bek yaxshi atadi ekan. Qarg'ina? Ha, qanday? Bu o'yin qiziqarliqmikan? Aka, bizni o'ynab qo'yaylik-chi. Hey, bo'ldi qilinglar. Sizlar nimani bilasizlar, ha? Ha, sizlar avval to'shiklardan chashqan barlashni o'ynanglar. Sim ustida o'ynamish dexe. Ha, qaranglar. Aho bir kunning bo'yinda qimmat baliq marjon turdi. Men hozirda uni etib tushirib, bo'yindagi marjonni elib olay. Ha, bu fursatni foydalanib, miltiq etish mahoratini bir ko'ringlar, ha? Maymun aka, undaq qilmang. Maymun aka, undaq qilmang. Buni atsangiz bo'lmaydi. Qo'rqinchaq mushuklar. Hey, maymun aka, to'xtab turing, oldimizga qarang. Endi turishni bo'ldim. Ine, bo'ldi yig'lama. U o'libdi. Maqtanchoqlar, akavurlikning oqibati mana mushundoq bo'ldi. Bundan bilib oldimki, boshqalarga qo'lingdan kelishicha yaxshilik qil, hargiz yomonlik qilma. Mishik aka, uning rasmi biz uchun yo'lnoma bo'lib qoldi. Hay, bechora. Yura inim, bizmi qaytib ketaylik. Kichik do'st, endi yangi bir do'stimiz bo'lgan J harfi bilan tanishib chiqsak qanda, qiynamsa, menga egishib o'qinglar. Bash J. O'tra J. O'lanni J.
Yalğız C. Ceren aka yetival oq tegidu, Mecit Joa kiyival zukam tegidu. Ancir pişti, kile kile, qani Mecit özün izle. Padişah taç kiyip de Xoraz Muham, Aqıvet şapaq kiyer, orun adam. Kichik do'stlar, endi tarkibida C harfi bor so'zlarni o'qish ham yozishni mashq qilib boqaylik. C A J Y Jay Jay C A J N Can T A T C Tac B A B C Bac Niga jatni qo'ysak Nijat bo'ladi. Ne I Ni C A J Tejat Nijat Jürge Etni qo'ysak Jür'at bo'ladi. C Ü Jüre Jür At At Jür'at Ani An C Ü Jüre Jür Ancur P I piş piş T I T pişti ancur pişti. Mektibim anamga o'xshaysan ajab, ilimdin nur berding sabidillaga, gullardek ichildik bo'p ijil inoq. Tirishib güldəstə tutimiz sana. Biz illik bağrında üsümüz timen, qo'rqmaymiz jafodan atimiz uchun. Tan bilan koinot sirini ichib, toj kiyib oldinga kelarmiz bir kun. Başçı Otraçı Yalğızçı Çay içimiz çaydanda, şah oynayınız meydanda, kiyip kışlık çapanlı, çanı ettik ayvanda. İşte kaçan kesel etti yavaş akni, sonda ama keselmezden tom tayakni. Kap küçüküm yanımda, misran kılıç kolumda. Yalmavuzunu öldürdüm, öyge kaytar yolumda. Çimengil sosudu eriqtin, Eski çimiş düşüp gitti koludun, batır kız kovlap yetti arkadın. Çeğa Anı koysak ça buludu. Ça Çeğa Onu koysak ço buludu. Ço Çay Çay Çiş Uç Çağa Nane koysak çana buludu. Ça Ne ana çana Çiğa Nane koysak çine buludu. Çi Ne ana çine Çağa Panını koysak çapan buludu. Ça
pan şapan men çimen ye çay iç içti çimen çay içti ne ana çana üsü ereş süreş çana süreş Lay ballarım çaşkancaklarım ey ballarım çaşkancaklarım ben sizlerle oynatılapırım hey ballarım kilin la Dada top gitti. Beni ata Mani gitti. Ballarım oyunumuz muşya geçip olsun Peki yapanlarının uyga apırdıgan nesip aydı Selamına yardımlaşın la ulamdı ballarım Buldu dada. Dada astrak mutsuzcu. İçmeyin la ballarım çapsam bomsak bommaydı Yaxşı oldu. Çok. Hey ballarım bu yak gelin la Bana yardımlaşıp bu çamurunu yoluş verin la çapsam bulun la Ballarım canı tuşup gitti hem de mağaylı mı Buldu. Kerip kettim. Ben oramıyla olaylıcan. Baydı o ballarım işlerin la Dadam nemedi gerehimsiz. O da indi savaşında kozak kaladı. Katıllaşma la Abalanın uygu kep kaldı Vay can vay Ben kerip kettim. Şunçilik işimi yerip kettim lama. Ondan kepila. Emgekimizden ezirini aldık mana. Ne oldu sizlerge oyununladı durumla Çimen açacağınızı besledim Ben size çay koyup vereyim Gene çay içeceğim Çamurlar size taza yıkıp getirdi Pokatımı soğuğamdan Çok mu razı bulursunuz O evde adam bağımlığı yokmadı Adam yokken yaxşı Çaç, o soğuk onu çok mu yaraydı? O çiçekten çimenge ahıç baray. Çimen, kalana, ben size nimep geldim. Ha, bu kadın ko'nglimdagi so'g'ayib kelsiz. Bek razı bo'ldim. Men sizga bir sovg'a tayyorlab qo'ygandim. Kılıç? Buni sizga sovg'a qilib o'tay. Eşkallah Çimen. Oy, oy. Yalap yürər tilini qosqa açıb yığanlar. Çakadalla bak çıkadı asta. Keyin oğru qocuvaldı toydurmayla. Gör. Şamallar uçtu. Darax shoxlari usulga tushdi.
şah. Nahqa şanı koysa nakşa buludu. Ne ana he nah. Şe aşa nakşa. Hega mirni koysa ximir buludu. He me mi re mir ximir. Xuşqa xuyni koysa xush xuy buludu. He u xuşe xush. He u xuye xuy xush xuy. He a ha me mi te mi hamid. He a ha me aman ne man haman. Te a ta pe tap. Te i ti tap ti hamid haman tap ti. Önkürdeki Eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqqa: "Endi sen bu cho'ng bo'lib qolding. Bu yil maktabga beraman. O'rganish qiladigan ayrim hojam bo'lmasa bo'lmas. Shunga biz o'rmonlikdan daraxt kesib kelib, kangri uy yasab, shu uyda turaylik." debdi. Bahar kelganda ular o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar diqsirib chechaklangan ekan. Buni ko'rib, Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bek paraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga faqat ko'zi qiymabdi. Ko'z ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymab. Qish ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tizgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqcaqning qiyin sharoit ko'nib qolibdi. Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqning ko'ngildagini tushunib, davomli tog' önkürde yashar yeribdi. O'rmonlikdagi hayvonlar Eyiqcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota-bola ishga dasta yovgullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bu. Baş G Otura G Oğlanma G Yalğız G G'azga qildib tuxum tug'di, erkak yo'g'am. Ko'taramay qaqsab ketdi Zibidixon. Yağmur yağdı, qar yağdı, shaqirab ketdi. Uyga kirdib onni vaqirab ketdi. G'appar tig' akal soqolni olay. Yo'lda ish bormish qandoqmi qilay? Ergelsam tezmon, bezirib turmay. Öy aldıda bağ keynidi takı çıkımız kiyivaz ayak. Bağ gar çir Eğa Gızını koysak Eğiz buludu. Eğiz Çamga Gurunu koysak Çamgur buludu. Çam Gur Çamgur Gunga Çenni koysak
Ğunçen buludu. G u gu ne gun. Ç e ç me çen. Ğunçen. Yağa gaçni koşsak yağaç buludu. Y a ya. G a ga ç gaç. Yağaç. Urgaq ay. Urgaq ayım urgaq ay. Kelgin sende olturay. Kekimem bol minin. Kainatqa yol alay. Urgaq ayım urgaq ay. Senin bilen dost bulay. Tezrek üzgün yiraqta. Çaqırmaqta nurluq jay. Başqi. Oturaqi. Ulanmaqi. Yalğızqi. Qasımdaki qoşdışı, Qaysardaki boşqunoq. Boşqunoqni Qaysar yeb, Qasım yurar oshqusa. Qo'shqar dedi Chashqanға, yo'lni bo'shat oqonға. Chashqan dedi Qo'shqarға, tozim qig'in buvonға. Daryodan o'tmak bo'lib qiyri eyiq, chiqqan dedi cho'kib ketdi ko'ni qiyiq. Qo'limdagi o'rtoqmoq, bo'ynimdagi to'nqapoqqa suv oldin, borar yerim dak uzoq. Qağa reni qo'shsak qar buludu. Qa qari qar qar. Qağa qeni qo'shsak qaq buludu. Qa qaqi qaq qaq. Qo'ga yeni qo'shsak qo'y buludu. qo'yi qo'y qo'y. Qarğa maqni qo'ysak qarmaq buludu. qari qar. maq qimaq qarmaq. Qayğa çani qo'ysak qaycha buludu. qayi qay. cha qaycha. qu ye uyum qo'yum. qo na qinaq qunaq. ye qo'yum qunaq ye. qa mesim qasim. ti ri shi peşip tirishib. o'qu qasim tirishib o'qu. Qabil qaytib keldi. Qabilga xo'sh, vaqting yetsa bu taraflarga kelib turasan-a? Bo'ladi ukam. Sen vaqting yetsa bu taraflarga borasan. Qarğına oğlum, dadan kelyapti.
Yaxşı bo'ldi. Men dadamni bek sevgandim. Yure, dadamni qarshi olaydi. Ma'qul oppa. Oğlum Qasem, avu qarmoqni apagina. Yaxshi turdingizmi qadrinsa? Senmi yaxshi turdingmi o'g'lim? Yuring Qobil, elektir parang'ishayli. Yuring. Qobil, qaymoqlarni ye. O'g'lim, ala, temni ko'proq ye. Men maktabga mong'ay, darsdan tushib qaytib kelaman. O'g'lim, yaxshi o'qib, yaramliq odam bo'l. Dada, men cho'qim umidimni oqlayman. Xo'sh, men ketdim. Qadrinsa, qo'ylar marhamatdir. Qo'ylarga bir narsa berib kelay. Siz o'ltirib turing, men chiqib kiray. Qo'ydirim, qo'noq yalla. Yeme, kırkağa yeme. Bitir, bal sakışmanla, öylesi geldi, ben bana haber verdim diye saçınla. O özgür çaşkan, sen hazır öldürmüşsün. Kadınızda, kısmak ne çıkın ha? Konaklın çaşkanla yaptığı gitey daptı. Mana, kayaga koyayım ben. Törükten uduldu koyun. Hem de kandak kılı senken, bir görüp bakay. Bitir, adın yokken. Fırsat ganimet, kafamda rasatla tayakı falan. Bu neydi o? Aval bir sınıf bakayım. Oh my god! Kandak, özgür çaşkan. Hem de o konakı toygan sen, Qabil'den eni şundak cacam neysen. Baş fe. Otra fe. Ulanlı fe. Yalğız fe. Fırqat bilen Nafisa mikrofonni talaştı. Sınıp ketip mikrofon ona qattiqmishlaştı. Telefon geldi. Ciring. Assalam deb asta elang. Sen oynaysan golf top, men otaman miltiqni. Maymoq ketib bir pay oq, o'rvatdi qitiqni. Fotograf bo'g'in desam balamga, apparatni esib qo'ydi kalamga. Foga to qo'shilsa foto bo'ladi. F-O-F, T-O-T, foto. Fonga tan qo'shilsa fontan bo'ladi. F-O-F-N, fon, T-A-T-N, tan, fontan. Nega Fit qo'shilsa nefit bo'ladi. Nefit. Afqa men choydonni chaqdim. Fi qo'shilib, andin qa qo'shilsa Afrika bo'ladi. A Ri K-A Afrika. Ayga ne qo'shilsa dan bo'ladi. Ta qo'shilib, andin yu qo'shilsa aysayu bo'ladi. Daga ay ke qo'shilsa bo'ladi. Yu dab aysayu. Doğan tar qo'shilsa dutar bo'ladi. Nafisaning o'yinchiqlari. Budu tar. Sakrab ketdi foto apparat. Men hammangdan esil narsa deb telefon va mikrofonning qo'liqiga yoqmadi bu gap. Kapşimig'in yolg'on apparat, quruq tamo shuhratni ko'zlab, ko'midingmi igimiz bizga sirdirini berdi so'zlab. Bu gaplarni anglab Nafisa tashlabdi ularni sirtqa.
Şundaq bular bir özü turib, ijil inoq ham qon bo'lsa. Çaydan. Dapga ter qo'shilsa, daftar bo'ladi. D-A-D-P-dat. T-A-T-R-Tar. Daftar. D-U-Du. T-A-T-R-Tar. Dutar. D-A-D-P-dap. Dap. Ne-a-na-g-nag. Me-i-mi. Se-i-si. Nagmisi. Dutar. Dap. Nagmisi. Ayem gün. Doniyor, qırğına o dillarının uyuğu. Şundaqken, onun uyuğa kirib heytlap çıqaylı. O uyuda bağımdı. Bugün heyt boğandan keyin bağdı. Avval kirib baxmamdı. Biz, Doniyor, Dolqun. Silaymidinglar, Doniyor, qani kiringlar. Yıllar ayınıngı mübarek bolsun. Özünglardan bolsun. Bugün boşqa işin yo'qdu. Yo'q, qani o'tiringlar. Qaranglar, bu dopam chiroyliqmikan? Oh, chiroyliqkan. So'ngi bek yorishibdi. Sizlar televizor ko'rgash o'tiringlar. Men o'xshitib bir taxsa qo'rni ko'rib chiqay. Undaqda tezroq qo'g'in. Televizorni ichida. Qorg'ina bu mushuklar bek umoqgan. Mersini somga ichibdi. Oldirmada kilayni dab qoldi. Yo'q, u yerda qo'l qisqim bir kelyotdi-ku. Shunda olmaymi-ya? Yıllar qırğına hayvanat dünyası berilyotdu. Dinozavr mı beliq tutalaydı ekan-da? Shundaq, dinozavr hem cho'ng hem ig'ir bo'lg'achqa boshqa hayvonlarni tutolmay, beliq tutib yeb qo'zig'ini to'yg'izdi. Sen dinozavr to'g'riliq yana nimalarni bilasan? Dinozavrlar buningdan taxminan 230 million yil ilgari yashagan. Dinozavr haqida yana boshqa vaqtda so'zlab beray. Bugun ayam kuni bo'lgandan keyin bir faoliyat o'tkazsak qandoq? Shundoq qilandiq Dolqun. Shundoq qilayli dinlar. Uyingda dod dutar bor emasmi? Ikkimiz dod dutar nag'masi o'rindab yurayli. Sen rosa kelishtirib usul o'ylab bergin bo'lamdi. Ma'qul, men dod dutarni ep chiqay. Biz endi qo'ysaqmikin? Heytlaydigan boshqa savoqdoshlarimiz bor emasmi? Shundoq qilaylik. Yillar birga heytlandik. Bo'ladi. Eydi changlar bo'lgandan keyin barsam baray. Qo'ylansa yuringlar. Baş he. Ulan mı he? Her çoxdi Hasanni, işik çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasanni, qarg'ı bo'ldi kezleri. Dadam dixon ya deriydi, men agashkichi. Ayni qara, etizliqda ketmanning kuchi.
Haga şim koşulsa haşim buludu. He a ha şi i şi mi şim haşim. Huga run koşulsa hurun buludu. He u hu re u ru ne run hurun. Mihka man koşulsa mihman buludu. Me e me he meh me a ma ne man mihman. Bağa har koşulsa bahar buludu. Be a ba he a ha re har bahar. Mihka net koşulsa mihnet buludu. Me e me he meh ne ana tenet mihnet. He a ha se a sa ne sen hasan. He ü hü se a sa ne sen hüsen. He a ha re a ra ara. Ta re te tar te iti tarti. Hasan Hüsen hara tarti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Bolalar, ishchan, chidamliq bo'linglar. Hargiz g'urum bo'lib qolmanglar. Harakatda barkat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Doda, nasihatingizni cho'qim esimizda saqlaymiz. Doda, u yerga qachon yetib bormiz? Hozirlar. Bolalar, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga olib boradigan gap. Cho'qim bo'la, akam men bek yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu bolangizga qachonmi gap anglar? Bolalar, uyga borgandan keyin ozroq dam olib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlab olinglar. Yog'ochlarni kechda uyga kelib olamiz. Bo'ladi, doda. Oy, o'yna oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'ltiringlar. Hanifa, ağaç o'ltiring. Dadasi uyga kirdilar, uyda mehmon bor. Har az Hasan bilan Hüsen ko'rinmaydi-ku, ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Hüsen har soat berib ketdi. Ular birdan aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngchi bilinglar. Appa! Ha, appa! Harcha qoldi! Har bajayda o'ynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynagansan? Qo'lda o'ynayotdim, bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qorishib oldi. Har chaqda yerlarga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Buningdan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday qishda akangdan o'rgangina bo'lam. Yalğız ve Ulanma ve Soqdim tavuzni velosiped minib. Qaçdım vingildab, yürükim selip. Sebep kılsan sürette, su taktaydı elbette. Ve'ga a qo'shilsa va buludu. Ve a va. Ve'ga a qo'shilsa va buludu. Ve a va. Va'ga da qo'shilsa va da buludu. Ve a va. De a da. Va da. Va'ga za qo'shilsa va za buludu. Ve a va. Ze a za.
vaza. Harga va qo'shilsa harva buludu. He a ha re har ve a va. Harva. Naga vat qo'shilsa navat buludu. Ne a na ve a va tevat. Navat. Taga vuz qo'shilsa tavuz buludu. Te a ta ve o vu ze vuz. Tavuz. Orun. Burader, isminiz nima? Varis. Nimaga varislik qilyapsiz? Mushundaq aram ag'il bo'lgan hikoyalarga. Hol ahvolingiz qandaroq? Yomon emas. Topsam yeyman. Topolmasam qanot qilib yurmayman shu. Amisi siz shahrimizning itlariga o'xshab qolibsiz. Ha? Yalğız je. Ulanlı je. Haman tepemiz piş ısıqda. Soğuk sekreyimiz iştik ısıla. Abdüşşükür akamdek buluş üçün boksçi. Ben projina tatman. Polattin deb yazgıcı daim jurnal o'qiydi. Kichik odam yasiman. Re a gaz 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 re u rouge 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 gaz rouge. Purga zini qo'shib andin nani qo'shsak purjina bo'ladi. P u pure pur je i ji ne ana purjina. Paga rizni qo'shsak Paris bo'ladi. P a pa re i ri je riz Paris. O'zga g'unni qo'shsak o'zg'un bo'ladi. B u bu je buz g'e u g'u ne g'un o'zg'un. Hadam te a pa re i ri je riz de a da Paris'da u te u ku ve a va te i ti te u du ukuatdu. Hadam Paris'da ukuatdu. Tabiatga tizsizman. Uzun quyruq Parij maymuni toshqon bilan do'st bo'lyapti. Yolg'iz qilib tiyin bechora yuraklari peshildab qapti. Oziq izlab Xo'roz apandi yer yuziga chirtyoy sizibdi. Daryodagi injener o'rdak g'aqildig'ich plan tuzibdi. Jurnal o'qib shoir bo'g'ash to'z quyruqimi asar bo'lib qapti. O'qiyolmay tabiat uni janrini bizdan so'rabdi.
Başlı. Oturali. Ulanmalı. Yalğızlı. Bak kirip almaysan, kurut çıktı. Yerimini yap saptıman, burut çıktı. Elim kilip hal etmakta, bir taraftan gal bakmakta. Fil balası disko oynap kanmaydı, ama ana yağış düşüp harmaydı. Bu iştine kadar mal saldı, iştine kuyup gitip dert kaldı. Ağa li koşulsa al buludu. A li al. Alga ma koşulsa alma buludu. A li al. Mi ama alma. Yağa lık koşulsa yağlık buludu. Ye a yağı yağ. Le ili kelik. Yağlık. Lağa çin koşulsa laçin buludu. Le a la. Çe i çi ne çin. Laçin. Le a la te i ti te a pa la ti pa che a cha te chat a le al te i ti le i li ne i ni be i bi le i li de udu bildu Latife chat el tilini bildu. Kelişmezlik. Alim, leglek yasayalaydı iken sende. Şunda, Lale, sana leglekten birini yasap berey. Al şilimni elip de. Esra, kolumga tökülüp ketdi. Ay, keçirgin, men sırtıp koyay. Buldu, rahmet özüm sürtek. Mana emse. Alim, uyuğunun etrafıdaki alma çilan darakları şundaq yaxşı meyveletdi. Şundaq, dadam meyvelik darak yetiştirişke bekle ehmiyet berdi. Leglekni yana qanchalik vaqtda yasap bolasan? Yasap boldum Lala. Yürü, leglekning karamatini ko'rib baqayli. Alim, tezroq yugurgin ha. Ucha, egiz uch leglekim, egiz uch. Maharatan haqiqatan yuqori ekan. Bu leglek bek egiz uçdi. O nima? Lochin emasmi? Leglek bilan baslashish otamda nima? Nemish bu? Lochin hajab bayimilik sayrab ketdi go. Balalarga bir xavf yetmagaydi. Undaq bo'lib ketmas. Bu atrofda yovvoyi hayvonlarmi yo'q? Ne oldu balam? Bir obdan oynavatta tanlağı.
çataq bo'pti. Chaqqan bu. Ediz 5'deki zembil bilan lüngini tez epken. Lalani tezin doktorxonaga olib beraylik. Lala ko'zimni och, sen cho'qim yaxshi olib ketsan. Balam, bundan keyin etizatda o'ynamanglar. Etizatda o'ynasanglar, ziroatlarni ziyonga uchirtsizlar. Ham o'zinglarga mo xavf yetishi mumkin. Başki. Oturaki. Ulanma ki. Yalğız ki. Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını heydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, teltek kiygen Davut Bay. Epkeşti sot toşu almay, yetivaptı Savut Bay. Keklik hedef neygi mağdınız? Kiyi hocamın toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağır sınay yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı mini, bir tal ton tizek. Ki keli kel. Ki öküz. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Mekke tep qo'shilsa mektep buludu. Mek tep mektep. İkke ki qo'shilsa ikki buludu. İki iki Öge rük qo'shilsa örük buludu. Örük mal kamal kemek tep udu ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, ben mektepke maldım. Somkanğa kompüter başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekini et çıkıp bergin. Kavlanın tüyüğü soku yiyildi. Mektepten baldıra kayıtıp gelgin ha? Opa, karotumni ratlik yığıştırıp ettim. Emdi mağmasam keçikip kalım ben. Koton, oğlunuz qani? Köymedilim o. Ani qarısılah o mektepke ketdi. Burroq kelishni aytdingizmi? O mektepten kelsa, ketmanni ilib arqoyliga chiqsin. Heliqi qurib qolgan kötekni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilar birdam aram ele o'lib andan chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xapsanlarni men oldinda nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor?
Sen dersi yaxşı boğunun bilen bizi nima qilalaytding? Mana misa. Neymiş qo'risizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtindak turib qara buning gapini. Onu qattiq ko'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimiz o'tib ketishib bo'lma. Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'z tutib qo'ymasam. Kamal tex hech qaytib kelmaydi. Men ansirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hani bo'lsa qaytib ketsan, sendan ansirab turgandim. Balam, sana nim bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni boshunda qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugün mektepte futbol oynagan edik. İhtiyotsuzluktan yıkılıp kettim. Ondak emasdi. Raskapdir. Sana zaten nima bo'ldi? Agar biraz buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Darhol uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Menga o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bak yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketadi? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qizinim uchun oldinda to'liq xijilman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tortdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tortasiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman. Rahmat o'g'lim. Başki Otragi Ulanmagi Yalğızgi Uçar gilam ustida o'ltirg'ini gulginam. Uçup ketdi yiroqqa, saqlab qoldi atchilam. Bizning boqa mungizida ilib atdi balamni. Achchig'imda palti bilan chonib atdim boqamni. Men tush ko'rdim beg bo'lib, men tush ko'rdim shoh bo'lib. Qaysimiz cho'ng ay buva deb bagina o'ltirib. Ge aga pe gap Ge ügü le gün Enge gek qo'shilsa engek buludu emi en Ge aga ke gek engek Lekke lek qo'shilsa leglek buludu le a le ge lek le a le ke lek
Leylek. Yeğa lem qo'shilsa gilam bo'ladi. Ye i gi le a la melan gilam. Ülge ga qo'shilsa ülge bo'ladi. Üle ül ye a ga ülge. Üç dost. Kelib etib maktabdan Gülnar bilan Gülmira. Debdi qizil chiroqqa bizga tezroq yo'l bera. Debdi qizil chiroqmi? Vaqtim to'ysa o'chiman. Yeşil chiroq yong'anda ondan o'tgan pam bilan Ma'qul bo'lib ikki qiz sog' salomat qaytibdi. Balam kelsa yeydi deb ana go'shtdan etibdi. Әтсі таң atqanda ko'rishibdi ikki qiz. Ona maktab oldidan gul uzibdi gul qiz. Gülnar bilan Gülmira anga berib tarbiya debdi is gul qiz yaxshi bala ediniz. Gül üzüsiz nima deb qizarmamdi yuzingiz. Buni anlab gul qiz xatoligini tunibdi. Shundan keyin uchaylan ayrilmasqa do'st bo'ldi. Başını Oturanı Olanını Yalğızını Yanaq tərdi balala, yanaq toşar dadala, sağızı selip əkeldi, ah kiyimcan anala. Yığmağıç, mana yığma əkəb bər. Ondaq bolsa qolumğa bir cüt tələ tikib bər. Təxside töt dalğasın, birisini yiyen qaysın. Mən yemedim. Mən mi yemedim? Çişdi bir qazan, astıda sazan, dəstidi onu bir uçum saran. Yağa maq qo'shilsa yanaq bo'ladi. Ye a ya nge a nga qeŋaq yanaq. Yeğa nge qo'shilsa yeni bo'ladi. Ye e ye nge i ngi yeni. Sanga za qo'shilsa sangza bo'ladi. Se a sa nge sang ze a za sangza. G'aga zang qo'shilsa g'azang bo'ladi. G'e a g'a ze a za nge zang g'azang. A le ili melin alin. Be o bo le bul se a sang nge sang bulsang. A le ala milan alan se e se ne ini nge ning ke iki seninki alim bulsan alem seninki. Bugün zadı qandaq gün? Әні üstel üstüde yana xatın sаңzıla. Anısının üyiga katta texi balala. Hamma ajab shod xo'ram, deydi yanglar elinglar. Mungdashmoqda hujrada.
omak açsınlar. Hey balalar, dastıxanğa kelinglar. Bugün zadi qandaq gün, obdan oylab tepinglar.